Hali unaqasi bo'lmagan. Speaking darajasi ko'tarilmayaptimi? Navbat gapirish kelganda xato qilib qo'yishdan qo'rqyapsizmi? Unda bu ilova aynan siz uchun. O'zbekistondagi 40 mingdan ziyod o'quv markazlari orasida biz Founders School jamoasi IELTS Speaking AI ilovasiga asos soldik. Sun'iy intellekt yordamida siz shaxsiy ustozingizga ega bo'lasiz. U sizni xatolaringizni tahlil qiladi va baholaydi. Ilovaga kirishingiz bilan Speaking shaxsiy monitoringini ko'rasiz. Shuningdek, maxsus tugma orqali Speaking community userlari bilan alohida gaplashsangiz ham bo'ladi. Practice bo'limida haqiqiy IELTS imtihonidek tuzilgan savollar ro'yxati, ya'ni part 1, 2, 3 va full mock testi bo'ladi. Hattoki 8+ ball sohiblari bilan mock session o'tkazish imkoniyati ham bor. Ilova shunday puxta o'ylanganki, u sizning intonatsiyangiz, g'oya, grammatika va so'z boyligingizni tekshiradi. Agar nima deyishni bilmasangiz, sizga namuna javoblarini ko'rsatib, kerakli lug'at jamlanmasini muhayyo qiladi. Sinfi javoblarini ko'rib, tayyorlanib, keyin gapirsangiz bo'ladi. Endi speaking qilmaslik uchun bahonalarga o'rin qolmadi. Raqobat bor joyda motivatsiya umuman boshqacha bo'ladi. Shuning uchun biz leaderboardni yaratdik. U orqali siz kim oldinda ekanini ko'rib turasiz, pointlar yig'asiz va chegirmalar yutib olasiz. Standart va premium tariflarda bepul versiyaga qaraganda ancha ko'p imkoniyatlarni olasiz. Bulardan 20 tagacha bo'lgan full mock testlari, 400 dan ortiq aynan 2026-yilda tushadigan IELTS savollari va boshqa ajoyib imkoniyatlar. Tasavvur qiling, siz Founders AI yordamchisi bilan bor yo'g'i bir necha oy shug'ullandingiz va speakingizni keskin ko'tardingiz. O'sha kundan boshlab status va obro'yingiz oshadi. Qarindoshlar davrasida havas qilinadigan inson bo'lasiz. Global kompaniyalar eshigi esa siz uchun ochiq. Bizga aynan siz keraksiz deyishganini his qilasiz. Dunyo bo'ylab sayohatlarda ham Google Translate kerak emas. Siz axir endi dunyo bilan bitta tilda gaplashasiz. Ravon Speaking bu sizning yangi hayotingizdir. Ilova uchun havolani opisiyaga yozib qoldirdik. Hoziroq sinab ko'ring. Savollaringiz bo'lsa izohlarda yozib qoldiring va bu videoni Speakingni ko'tarmoqchi do'stingizga yuboring.